yilgi Chevrolet Nexa yana sahnaga qaytmoqda va bu model ko'plab haydovchilar uchun tanish nom bo'lsa-da, bu safar u butunlay zamonaviy ruhda namoyon bo'lmoqda. Nexa nomi ilk bor 1990 yillarda paydo bo'lib, soddaligi, ishonchliligi va hamyonbopligi bilan mashhur bo'lgan edi. Yillar davomida u Markaziy Osiyo bozorida eng ko'p uchraydigan avtomobillardan biriga aylandi. 2026 yilgi talqinda esa Chevrolet ushbu afsonaviy nomni saqlab qolgan holda, zamon talabiga mos dizayn va texnologiyalarni qo'shishga harakat qilgan. Tashqi ko'rinishiga qaraganda, yangi Nexa ancha jiddiy va zamonaviy ko'rinadi. Old qismida keskinroq chiziqlar, ingichkaroq LED faralar va kattaroq radiator panjarasi ko'zga tashlanadi. Yon tomondan qaralganda avtomobil silueti silliq va aerodinamik, bu esa nafaqat chiroyli ko'rinish, balki yoqilg'i tejamkorligiga ham ijobiy ta'sir qiladi. Orqa qismida esa LED chiroqlar va ixcham dizayn elementlari avtomobilni yosh va zamonaviy ko'rsatadi. Umuman olganda, tashqi dizayn bo'yicha Nexa endi faqat arzon avtomobil emas, balki zamonaviy shahar sedani sifatida ko'rinadi. Salon ichiga o'tirganingizda esa avvalgi avlodlarga qaraganda sezilarli farqni his qilasiz. Old panelda raqamli displey, multimedia tizimi uchun sensorli ekran, smartfonlar bilan ulanish imkoniyati mavjud. Android Auto va Apple CarPlay kabi funksiyalar kundalik hayotda juda qulay. O'rindiqlar ergonomik shaklda bo'lib, uzoq masofalarda ham qulaylikni ta'minlashga qaratilgan. Ichki bezaklarda yumshoq materiallar va sifatli plastmassa ishlatilgani seziladi. Bu esa avtomobilni o'z sinfida biroz yuqoriroq darajaga olib chiqadi. Texnik jihatdan 2026 yilgi Chevrolet Nexa bir nechta dvigatel variantlari bilan taklif qilinishi kutilmoqda. Asosiy versiyada tejamkor benzinli dvigatel bo'lib, u shahar va trassa sharoitida muvozanatli ishlashni ta'minlaydi. Avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi variantlari mavjud bo'lishi ehtimol, bu esa turli haydovchilarning ehtiyojiga mos keladi. Dvigatel quvvati sport avtomobili darajasida bo'lmasa-da, kundalik foydalanish uchun yetarli va ishonchli hisoblanadi. Eng muhimi, yoqilg'i sarfi past bo'lib, bu Nexa'ni hamyonbop avtomobil sifatida yanada jozibador qiladi. Xavfsizlik masalasida ham Chevrolet bu safar e'tiborni kuchaytirgan. Standart komplektatsiyada ABS, ESP, bir nechta havo yostiqchalari, orqa kamera va parkovka datchiklari bo'lishi kutilmoqda. Yuqori komplektatsiyalarda esa qo'shimcha haydovchiga yordam beruvchi tizimlar, masalan, qatorni ushlab turish yoki favqulodda tormozlash tizimlari taklif qilinishi mumkin. Bu xususiyatlar Nexa'ni o'z sinfidagi raqobatchilar bilan tenglashtiradi. Agar uni shu segmentdagi boshqa avtomobillar bilan solishtiradigan bo'lsak, 2026 yilgi Nexa Hyundai Accent, Kia Rio yoki Toyota Yaris kabi modellarga raqobatchi bo'la oladi. Ushbu avtomobillar ham zamonaviy dizayn va tejamkor dvigatellar bilan ajralib turadi, ammo Nexa'ning asosiy ustunligi narx va xizmat ko'rsatish xarajatlarining pastligi. Ayniqsa mahalliy bozor uchun ehtiyot qismlarning arzonligi va servisning keng tarqalganligi katta plus hisoblanadi. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, 2026 yilgi Chevrolet Nexa bozorda eng maqbul narxlardan biri bilan taklif qilinishi kutilmoqda. Asosiy versiyasi o'rtacha daromadli oilalar uchun mos bo'lib, yuqori komplektatsiyalari esa biroz ko'proq qulaylik va texnologiyalarni xohlaydiganlar uchun mo'ljallangan. Shu jihatdan Nexa narx va sifat nisbatida juda kuchli variant bo'lib